qiziq texnikani qovog'i osilgan qizlarga qanaqa ko'zni to'g'ri bo'yashni o'rgataman va bu texnika nafaqat qovog'i osilgan qizlarga, yana katta yoshli ayollarga ham juda zo'r tushadi. Boshlaymiz. Bizga bu uchun o'zingiz har doim ishlatadigan teng kerak bo'ladi. Ko'pincha hamma ayollarimiz jigarranglardan foydalanishadi, chunki jigarranglar hammaga tushadi. Ya'ni jigarranglar to'q, och, sovuq yoki iliq ranglari bo'ladi. Kontur yoki tonalliga o'xshab, tenglarda ham jigarrangli sovuq va iliq ranglari bo'ladi. Shuning uchun o'zingizga yoqqan paletkani olasizlar. Bizga bu texnikani qilishda pushisti kisichkamiz, ya'ni paxmoq kisichkamiz yordam beradi. Teng surishdan oldin albatta bazasi bo'lishi kerak. Menda bugun tonalli bilan ko'zimga surib baza tayyorlab oldim. Kisichkani olamiz va mana bu yoki mana bu rangdan foydalanishimiz mumkin. Birinchi ochiqroq rangdan olib, albatta kisichkani qog'orib boshlaymiz. Ko'zni bitta burchagidan boshlab ko'tarib kelamiz. Ko'zni ochiq holatda chizib olamiz. Hamma odamda ko'zida chuquri bo'ladi. Qovog'i bor qizlarda ham qovoqni tagida mana bu chuqurlik bor hamma qizlarda. O'sha chuqurlikni yanada topib olish uchun teng bilan chizib olamiz. Bunday qilib yaxshilab yoyib. Mana. Bitta ko'zimizni bir burchagini ko'tarib olamiz. Mana shunday qilib ko'tarib oldik. Mana ko'rishingiz mumkin. Ko'zingizni bir burchagini ko'targaningizda ham o'sha bizda qovoq ancha ko'tariladi. Albatta ko'zni tashqi tarafidan boshlab bo'yashingizni tavsiya qilaman. Ko'zimizni pastini ham albatta shu teng bilan kisichkamiz sal ingichkaroq g'azib olamiz. Ham tayyor. Endi esa o'rtasiga to'qroq rangni olib o'rta xil rangni olib och teng bilan to'q tengni orasini yopib olamiz. Mana shu rangda. Endi birinchi olgan rangimiz ikkinchi ko'zimizni ham Mana ko'zimizni ham tayyorlab oldik. Endi esa qalam olib, jigarrang qalamdan foydalanish yaxshi ko'raman. Jigarrang qalam bilan ozgina kiprigimiz tarafini chizib olamiz. Bu yumshoq jigarrang qalam. Bu uchun strelka ideal chiqishi shart emas, baribir ko'rinmaydi.
Tush juda ham muhim. Endi tush surib olamiz. Agar tush surkalib ketsa, yangi tush bo'lsa, undan ham ko'p tegishi mumkin. Mana hozir menda ozgina tegdi. Shoshmang, artib tashlashga 2-3 daqiqa kutganimizdan keyin qoqib yuboramiz kesichka bilan. Tez artib olaman desangiz, qurimagan payti ko'zingizda qora bo'lib, yoyilib ketadi. Keyin ton bilan birga artishga to'g'ri keladi. Ozgina kindirligi yoqadi, pastini qalamda qilish kindirligi yoqmaydi. U o'zingiz yoqtirganingizdek qilishingiz mumkin. Jigarrang qalam olsangiz bu juda chiroyli ko'rinadi. Qora qalamda tavsiya qilmayman. Smoky Ice texnikasi bu. Smoky Ice'da tengimiz har xil rang bo'lishi mumkin. Yashil, ko'k, jigarrang, qoradan kamdan-kam foydalaniladi. Qora chunki juda ham ko'zni og'irlashtirib yuboradi. Shuning uchun ko'pincha jigarranglardan foydalanamiz. To'qroq xohlasanglar, agar ochiqroq xohlasanglar, kelinlarga pushti ranglar ham tushadi yoki yosh qizlarga. Tozalab olamiz. Ko'zimizning makiyaji tayyor. Mana ko'rishingiz mumkin. Hozir sizlar aytishingiz mumkin, sizda qovoq yo'q, bizda qovoq bor, bizga bu texnika yarashmaydi. Lekin albatta bu texnikani o'zingizlar uyda qilib ko'rishingiz mumkin va o'zingizlar farqini ko'rasizlar. Bitta ko'zinglarni bo'yab, bitta ko'zinglarni bo'yamay qoldirsanglar, farqi juda ham bilinadi. Bu texnika juda ham qovoqni ko'tarib beradi rosa. Mana bugun yana bitta texnikani o'rganib oldik. O'rganishni xohlasangiz, albatta sizni javoblaringizni, izohlaringizni kutib qolamiz. Like